O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlari. Korrupsiya bu davlat va jamiyat taraqqiyotidagi jiddiy to'siq bo'luvchi global muammo. O'zbekiston hukumati ushbu illatga qarshi kurashishda qat'iy siyosat yuritmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun 2017-yilda qabul qilingan. Ushbu qonun korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asosini tashkil etadi. Qonunda korrupsiyaga oid jinoyatlar va ularga qarshi kurashish uchun tegishli mexanizmlar belgilangan. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlari kengaytirilgan va samarali tizimlarga asoslangan. Biroq bu boradagi harakatlar faqat qonuniy va huquqiy asoslar bilan cheklanmasdan shaffoflikni ta'minlash, fuqarolik jamiyatni faolligini oshirish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish hamda jazoni kuchaytirish orqali yanada kuchaytirilishi lozim. Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashishda hukumat, fuqarolik va jamiyat va xalqaro hamkorlikning birgalikdagi sa'y-harakatlari va jamiyatni adolatli va rivojlangan davlatga aylantirish mumkin. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi 2020-yilda tashkil etilgan va davlat siyosatini shakllantiruvchi va muvofiqlashtiruvchi asosiy organ. Korrupsiyaga qarshi kurash bu faqat davlat emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyatidir. O'zbekiston hukumati bu borada tizimli va qat'iy chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Korrupsiya jamiyat va davlat uchun jiddiy xavf tug'diradigan shaxsiy foyda olish maqsadida mansab yoki vakolatdan suiiste'mol qilishdir. U ijtimoiy adolatsizlik, iqtisodiy zararlar, siyosiy barqarorlik va davlat boshqaruvining samaradorligini pasaytirish kabi salbiy oqibatlarga olib keladi. Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish uchun shaffoflik, qat'iy jazo choralarini ko'rish va ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish muhimdir. Korrupsiyani kamaytirish uchun jamiyat va davlatning birgalikdagi sa'y-harakatlari zarur.